Assalomu alaykum, qandaysizlar? Bugun sizlarga bolalaringiz, zurriyotlaringiz o'z vaqtida gapirib, nutqi yaxshi rivojlanib ketishi uchun nimalar qilish kerakligi haqida asosiylarini eslatib qo'yaman. Zeroki o'z vaqtida gapirgan, o'z vaqtida tili chiqqan farzandlarimiz ham aqlan, ham ruhan yaxshi rivojlanishi uchun ilk qo'ygan qadami hisoblanadi. Ana shunday qilib, birinchi aytiladigan tavsiya, bolam o'z vaqtida tili chiqib, miyasi yaxshi rivojlansin desangiz, iloji boricha televizor, ekran hamda telefondan uni uzoqlashtiring. Uni o'rniga bola bilan ko'proq tabiiy, intellektual o'yinlarni o'ynashiga ko'makchi bo'ling. Bolalarga ko'p qo'liga telefon berib, ularni ovutib qo'yib yoki ekranga, televizorga umiltirib qaratib qo'yib, umrini o'tishiga sabab bo'lmang. Chunki hozirda oxirgi paytlarda bolalarni o'z vaqtida tili chiqmasligiga ularga juda ko'p ekran, ya'ni telefon yoki televizor berib qo'yishimiz sabab bo'lmoqda. Ekrandagi bo'layotgan jarayonlar bolaning miyasida o'zidan tabiiy nutq rivojlanishi uchun, o'ylashi uchun to'sqinlik qiladi. Chunki ekranda bo'layotgan jarayonlar tez-tez bolani o'ylab ulgurmasidan o'tib juda tezkorlik bilan uni faqat chalg'ituvchi effekt beradi. Ana shuning uchun ham birinchi navbatda bolalarga o'z vaqtida gapirishi uchun telefonni, ekranni kamaytirishingiz kerak. Ikkinchi qilinadigan tavsiya, aslo hech qachon chaqaloqlik davrida, ayniqsa birinchi 3 oyligida normada o'zi bo'ladigan, bu hayotni, bu dunyoni mentalitetiga va rejimiga endi moslashayotgan, shu moslasha olmay yig'lab turgan chaqaloqlarga yig'ladi deb, uyqusi notinch deb, miyani bloklovchi, tinchlantiruvchi, uxlatuvchi vositalarni bermang. Juda ko'pchiligingiz xabarim bor, bolalaringizni dori berib tinchlatib qo'yib, o'zingiz ishlaringizni qilib olishni yaxshi ko'radigan bo'lib qolgansiz. Bu dorilarning hammasi miya uchun o'ta xavfli va zararli. Bunday dorilarni bolaga berib tinchlantirib qo'yish yoki uxlatib qo'yish natijasida ularni butun markaziy miya nervlari so'nib qoladi. Bujmayib atrofiyaga uchrab qoladi, bloklanib qoladi. Va shuning uchun ham aqliy rivojlanishdan orqada qoladi. Demak, ikkinchi qiladigan ishingiz bolalarga miyasini bloklovchi vosita preparatlarni tinchlantiruvchi deb berishni to'xtating. Keyingi tavsiya, bola o'z vaqtida tili chiqishi uchun har kuni unga rivoyatlar, ertaklar, allalar aytib bering. Chaqaloqlik davridan har kuni uzoq rivoyat, uzoq ertaklarni u tushunmasa ham, go'dak hali nimjon yig'loqi bo'lsa ham baribir alla shaklda, rivoyat shaklda, ertak shaklda aytib beravering. Uni yonida o'zingiz talaffuz bilan, tovush bilan ko'proq gapiring. Keyingi tavsiya, har kuni kamida 2 mahal bolani chaqaloqlik davridan onasi 2 marotaba, dadasi 2 marotaba, buvisi, bobosi 1 marotaba bo'lsa ham qo'liga olib, u bilan suhbatlashsin. Algo, salom, isming falonkas, unday, men falonman, dadangman, buvingman, dedi, oq dedi, qora dedi deb bola bilan mana shunday yuziga qaragan holatda har kun suhbat uyushtiring. Har kun u bilan gaplashing. U chaqaloq bo'lsa ham qo'lingizga olib turib, unga tovushlari bilan talaffuzingizni sekin shaklda gapirib muloqot o'rnating. Va qarabsizki, bir haftani ichida bola asta-sekin o'zidan tovush chiqaradigan, g'u deydigan, g'u deb nimalardir gapirishga undaladigan harakatlari paydo bo'lishni boshlaydi. Keyingi maslahat, uni yonida ko'proq katta yoshdagi bolalar birga o'ynasin. Misol uchun aytganda, kattaroq yoshdagi aka-ukalari yoki boshqalar iloji boricha uni yonida buyumlarni, biror bir narsalarni nomini aytgan holatda ular ham muloqot o'rnatib, u bilan ko'rsatib, suhbatlashib, o'yin qilsin. Keyingi tavsiya, bolalaringiz bog'chaga boradigan ilk yoshlari, misol uchun hozir ko'pchilik 6 oyligidan, 8 oyligidan, 1 yosh, 1,5 oyligidan bog'chaga berishni boshlaydi. Mana shu juda yaxshi ish. Bog'chada muloqot bo'ladi ular bilan, o'zaro bir-biri bilan tovushlar almashadi. Qancha ko'p tengdoshlari bilan gapiradigan bolalari bilan, o'zidan sal kattaroq bolalar bilan kunini o'tkazib suhbatlashadigan bola shuncha ko'p tilga kiradi. Va keyingi aytiladigan narsa, doimiy ovqatlanish va uxlash rejimi bir vaqtda bo'lsin. Ayniqsa uxlash. Kechki soat 9 ga qolmasdan bunday 1 yoshgacha to'lmagan bolalarni ertaroq uxlab qolishi uchun ularga tinch zonani ta'minlab bering. Keyingi tavsiya, miyani rivojlantiradigan turli xil o'yinlarni, rang-barang o'yinchoqlarni, ranglarni, harflarni telefonsiz o'zingiz hayotdagi turlarini ko'rsatib, unga o'ynating.
Telefonda misol uchun hozir ekranda qo'yib berasizlar-ku, shuni hayotiy shakllari bor. Xohlasangiz kitob shakli, xohlasangiz boshqa shakli, butun uyingizdagi bor buyumlari bolaga xavfsizlarini atrofida qo'yib, unga o'ynashiga yordam bering. Intellektual shaklda o'zidan miyasidan har qanday markazlar rivojlanishi uchun bu oddiy o'yinlar ularga asqotadi. Faqat ekranda bo'layotgan jarayonlar esa ularni markaziy nervlarini, ularni miya markazlarini so'nib qolishiga sabab bo'ladi. Ekran orqali turli xil o'yinlarni emas, hayotda bor bo'lgan har xil usullarni foydalanib bolaga o'ynating. Va shu bilan birgalikda har kuni bolaga nimanidir talaffuzini o'zingiz aytib, takrorlab, eshittirib, gapirib ko'rsating. Misol uchun, non, kitob, daftar, qora, oq, xohlagan yoningizdagi buyumlarni bolaga ko'rsatib, shuni aytilishini aytib boravering. Har kuni kitob, ruchka, ekran, televizor, kiyim, bobo, dada, mamo, oyi, ona shu kabi hamma narsalarni bir qator uydagi umuman shu xonada nima bor bo'lsa, nomlarini unga ko'rsatib, talaffuz qilib, o'zingiz aytib, mashq qiling. Har kuni aytib bering. Keyingi tavsiya, bolaga sovg'a deb o'zingizni mana bu qalbingizni shu bolaga zo'r g'amxo'r otaman yoki onaman kabi tuyg'ular bilan tinchlantirish uchun shirinliklarni ko'p podarka qilavermang. Juda ko'p unday har kuni shirinlik yedirishingiz natijasida bolani qon aylanishi, miyasi o'zgaradi, moddalar almashuv jarayoni buziladi. Bolaga ko'p shirinlik berish mumkin emas. Shuning uchun ko'proq mevalarni yoki sabzavotlarni, tabiiy ovqatlarni bersangiz beringki, lekin podarka sifatida, sovg'a sifatida shirinlik ko'tarib uyga kelib, unga har qanaqa mazali mana shunday vkusnyashkalarni beravermang, shokoladlarni. Keyingi o'rinda o'yinchoqlar bilan suhbat shaklida har kuni kichkina qisqa metrajli rivoyatlarni qilib bering. Kichkina o'yinchoqlari, kukulkasi yoki hayvonchalari bo'ladi-ku, hattoki oddiy bitta kuchukcha hayvoncha bilan bitta sigirchani ikkalasini o'zingiz bolaga qaratgan holatda o'ynatib, rivoyat yoki ertak shaklini tuzib berib, har kuni mana shunday intellektual o'yin qiling. Salom, falonkas, sen isming falonkas, sening isming falon, men seni dadang, mana bu oq, kichkina, ham dedi, quchoqladi, dedi, unaqa qildi, bunaqa qildi deb ikkita jismni bir-biri bilan suhbatini uyushtirib, xuddi Kukulni teatr, qo'g'irchoqlar teatrida qo'yib bergani kabi ana shunday multiplikatsion o'yinli jarayonni sahnalashtirib bering har kuni. O'zimizni tilda xola deydimi, sizni tilda nima deydi? Mana shu o'yindan keyin uni qo'liga berib, uni o'ziga ham gapirishiga, nimadir deyishiga undang, turtki bo'ling. Har safar mana shunaqa o'yinchoqlarni gapirtirib o'ynatsangiz, u ham oxirida o'zi ham nimadir qilishga urinadi va bu miyada gapirish markazlarini tezroq uyg'onishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, bolani toza havoda har kuni sayr qildirib, quyosh nuridan o'z vaqtida bahramand bo'lishiga yordam bering. Har xil ximikatlarni, vitamin deb siroplarni, bu preparatlarni apteka qilib yuborib, unga beravermang. Bola o'z vaqtida uxlasa, onasini emsa, yetadi shu. Emib yurgan bolaga unaqa qo'shimcha narsalar kerak emas. Ovqatga tushib ketgan bolaga faqat tabiiy yeguliklarni yedirish kerak. Immunitet ko'taradi, nima bering, nima dori ichiray deb dorixonadan tashib chiqavermang, hamma pulni dorixonaga olib borib, korovka, yashik chala-chulpa berilgan sirop bo'lib ketgan hammangiz uylaringizda. Bunaqa ximikatlar bola uchun qaytanga zarar. Bolaga eng yaxshi vitamin bu onaning suti, eng yaxshi tabiiy kerakli minerallar bular ovqatlarda, yegulik va sabzavotlarda. Va har kuni yaxshi miriqib uxlab, tiniq suvini ichsa, o'ynasa bo'ldi, katta bo'ladi shu. Bolaga hech qanaqa unaqa qo'shimcha hamma narsalarni berib, dorixonani ko'chirib ketishga, dorixonadagi biznes uchun chiqarilgan mahsulotlarni berib tashlashga hojat yo'q. Ko'pchiligimiz bunaqa ximikatlarsiz oydek katta bo'lganmiz. Ana shunday qilib bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotlar shulardan iborat edi. Bugungi lavhadan nimani tushuna oldingiz, qisqacha kommentariyaga yozib qoldiring o'z fikringizni. Keyingi lavhalarda yana shunga o'xshash qaysi muammolarga mavzular tayyorlab berishimni so'rardingiz, o'z fikringizni izohlarga yozib qoldiring mavzular nomini. Пока, дай опять всем удачи, всем o'tmang. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi
Nega kamaydi yoki nega o'zgardi? Yechimi qanday? Bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning Mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, sketch qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, sketch qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.